Salom Jobox obunachilari. Bugungi obzorimizni bir qiziqarli fakt bilan boshlamoqchiman. Dunyo bo'yicha 170 ta davlat Huawei'dan foydalanar ekan va o'shani ichidan 3 milliard odam mana shu Huawei texnologiyasini ishlatar ekan. Juda ham zo'ra, bu bekorga emas, bu Huawei ishonchli kompaniya hamda mahsulotlari juda ham sifatliligini bildiradi. Demak, bugungi obzorimda ham sizlarga Huawei yana bir lineykasi planshetlarni obzor qilib bermoqchiman. Bu yerda 3 xil planshet turibdi. Mana shu uchalasining ham o'ziga yarasha zo'r xususiyatlari mavjud. Kelinglar mana shuni video davomida birgalikda ko'rib chiqsak. Xo'sh, Huawei MatePad SE buni komplektatsiyasiga keladigan bo'lsak, ichidan planshetni o'zi 22,5 wattlik quvvatlagich, USB-A ga USB Type-C shnuri hamda kerakli bo'lgan qo'llanma chiqadi. Dizaynga e'tibor beradigan bo'lsak, juda minimalistik qilib bizga taqdim etilgan bo'ladi. Og'irligi atiga 475 gram. Qo'lingizda uncha og'irligi bilinmaydi. Bundan tashqari, mana shu korpus to'liqligicha metalldan tashkil topgan bo'ladi. Shuning uchun anchagina yengil va ishlatish uchun juda ham qulay. Yon taraflari qirralari dumaloqligi sababli qo'lingizda unaqa og'riq ham bildirmaydi. Tepa qismida hamda pastki qismida dinamikalar joylashtirilgan, atiga 4 ta dona dinamikasi bor. Hamda mana bu tepa qismida blokirovka tugmasi hamda xuddi shuni yonida ovoz ko'tarish va tushirish tugmasi joylashtirilgan bo'ladi. Orqasiga e'tibor beradigan bo'lsangiz, matli sifatroq qilingan bo'ladi. Qo'lingizda barmog'ingizda izlari uncha-munchaga qolmaydi. Yon tarafiga e'tibor beradigan bo'lsangiz, juda ham ingichka, atiga 609 mm tashkil qiladi. Kamerasi mana bu qismida joylashtirilgan, juda ham ixcham qilib, kerakli fotosuratlarni olishga juda ham qulay. Planshetimizning ekrani 11 dyuym tashkil qiladi hamda yangilanish chastotasi 60 Hz. Bundan tashqari, ekran korpusining 85% ni tashkil qilishini ko'rishimiz mumkin. Yon ramkalar ingichkaligi bilinib turadi hamda bu yerda bizda yana bitta kamera qo'shib berilgan. Displeyi maksimal yorug'ligi 400 nitgacha yetadi hamda bizni ko'zimizni himoya qilish uchun kitob o'qish rejimi ham mavjud. Aynan mana shu planshetimizda 7700 mAh ga teng bo'lgan akkumulyator joylashtirilgan hamda komplektatsiyasidan 22,5 wattlik quvvatlagich chiqadi. Huawei MatePad 15 dyuymlik. Bu bo'yicha to'liq obzori mana bu yerda chiqqan videoda bemalol ko'rib olishingiz mumkin. U yerda barcha xususiyatlari haqida ma'lumot berib o'tganman. Hozir esa nimaga aynan mana shu planshetni olish kerak va boshqa planshetlarga qaraganda qanaqa ustunligi borligini qisqacha aytib o'tib ketaman. Birinchi o'rinda buni ekrani PaperMate degan texnologiya bilan jihozlashgan bo'ladi hamda bu matvidan tashkil topgan bo'ladi. Ikkinchidan, bliklarni, ya'ni yorug'likka uncha-munchaga qaytarmaydi, o'zi so'rib oladi. O'shaning uchun bu yerda juda ham zo'r bo'lgan ekran joylashtirilgan hamda buni ekrani 2,5K kenglik bilan jihozlashgan bo'ladi. Planshetimizning ekrani 120 Hz yangilash chastotasiga ega hamda ko'rib turganingizdek o'zini maxsus klaviaturasi joylashgan bo'ladi. Bu oddiygina klaviatura emas, balki buni chexol sifatida ham mana bunday ishlatsangiz bo'ladi. Bundan tashqari, agarda bu qalinlik qiladigan bo'lsa, bemalol mana shu klaviaturasini olib qo'yib, faqatgina mana shu ostki g'ilofi bilan ishlatishingiz ham mumkin bo'ladi. Bu yerda ham bemalol ishlatishingiz uchun mana bunday qilib uni joylashtirib qo'yishingiz mumkin. Eng zo'r tarafi, misol uchun, mana klaviatura siz yoningizda turibdi. Aynan mana shu klaviaturani uzib qo'yib, bemalol Bluetooth orqali ulangan bo'ladi va bu klaviatura orqali bemalol yozishingiz mumkin bo'ladi. Kerakli paytda shunchaki olasiz, magnet orqali shunday yopishtirib, bemalol yana ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Huawei MatePad bilan SE ni nima farqi bor? Orasidagi farq juda ham katta. Birinchi o'rinda protsessorda. To'g'ri, ikkalasida Kirin protsessorlar o'rnatilgan, lekin baribir MatePadniki kuchliroq hisoblanadi. Bundan tashqari, buni ekrani boshqacha matviy pokritiya bilan jihozlashgan bo'ladi. Bunda esa glansiviy, shunchaki bunda nur qaytarish xususiyati bo'ladi. Matviy hamda glansiviy nurni so'rib olish va qaytarishini mana shu joyda ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Qo'shimchasiga yana bir aytib o'tib ketaman. Mana shu MatePadni xarid qiladigan bo'lsangiz, o'zini komplektidan mana shunaqa o'zini maxsus chexoli hamda klaviaturasi qo'shib berilgan bo'ladi. Bitta qilib aytganda, planshetni shunchaki sotib olasiz, u sizga klaviatura, barcha kerakli narsalar va jihozlarni qo'shib bergan bo'ladi.
Bilasizlar, Huawei Amerika sanksiyalariga kirgan, shuning uchun Google texnologiyalarni umuman ishlata olmaydi. Aynan mana shuning uchun ko'plar mana shu Huawei planshetini xarid qilsam Google servislaridan umuman foydalanmayman deb o'ylaydi. Lekin hech ham unaqa deb o'ylamang, bu shunchaki yolg'on. Faqatgina misol uchun Google o'zini kerakli narsalarni yuklab olmoqchi bo'lsangiz, YouTube'mi, Google tablitsami yoki Google kartalarnimi, shunchaki Huawei App Gallery'sidan Micro G degan ilovani yuklab olishingiz kerak bo'ladi hamda u yerga o'zingizni Google uchetni zapisingizni yozib qo'ysangiz bas. Undan keyin bemalol YouTube'mi, boshqa ilovalarni ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Huawei MatePad Kids. Nima uchun aynan mana shu planshetni siz farzandingizga olib berishingiz kerak? Nimaga aynan buni emas, balki boshqa planshetlar emas? Aynan mana shu haqida men sizga hozir ma'lumot beraman. Buning birinchi sababi mana shu qo'shib berilgan chexollar. Bu maxsus chexol hisoblanadi hamda farzandingiz planshetni otib yuboradigan bo'lsa, qo'ldan tushirib yuboradigan bo'lsa, umuman planshetda o'ziga zarar yetmaydi. Ko'rib turganingizdek, orqa qismida mana shunday ruchkasi bor. Bu farzandingiz qulayroq ko'tarib yurishi uchun xizmat qiladi. Juda ham yaxshi materialdan tayyorlangan bo'ladi. Qo'shimchasiga bunda mana bu qismida o'zining maxsus ruchkasi ham joylashtirilgan bo'ladi, ya'ni planshetni boshqarish uchun. Ikkinchi o'rinda bu planshet bolalar uchun ishlab chiqarilgan bo'ladi, ya'ni maxsus ilova orqali. Bu ilovalar ota-onalarga tegishli bo'ladi. Ota-onalar u yerda farzandiga cheklab qo'yish imkoniyatlari juda ham katta bo'ladi. Misol uchun mana bu yerda ko'radigan bo'lsak, siz bemalol farzandingizni nima bilan shug'ullanayotganini eshitib o'tirsangiz bo'ladi. Hattoki videoga ham tushirishingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari, farzandingiz qanday rasmlarni chizdi va u rasmlarda nimalar tasvirlangan shundogina ko'rib turishingiz mumkin bo'ladi. Sozlamalarga e'tibor beradigan bo'lsangiz, bu yerda filtrlar joylashtirilgan. Misol uchun farzandingiz yotib bu planshetni ishlatadigan bo'lsa, planshet uni yotish mumkin emasligidan ogohlantiriladi. Hamda yorug'lik juda ham baland qiladigan bo'lsa, yorug'likni pasaytirish kerakligini uydagilar sifatida ko'rsatadi. Hamda qo'shimchasiga kechqurun yoki qorong'u joyga kiradigan bo'lsa, farzandingiz ko'zi og'rimasligi uchun bu planshet o'zini o'zi bloklaydi hamda yorug'ga chiqishi bilan bu planshet ishlab ketadi. Va mashinada yurganda farzandingizni ko'ngli aynimasligi uchun planshetni umuman ishlata olmaydi mana bu funksiyalar orqali. Bundan tashqari vaqtni ham rejalashtirib qo'yish mumkin. Misol uchun kuniga necha soat yoki necha daqiqa farzandingiz bu planshetni ishlata oladi. Mana shuni nastroyka qilib qo'ysangiz bo'ladi. Uzoq vaqt necha minut bu farzandingiz planshetni ishlata oladi. 15 daqiqa uzoqi bilan, 20 daqiqa uzoqi bilan mana shuni ham sozlab qo'yishingiz mumkin. Hamda misol uchun 15 daqiqadan keyin o'chgandan keyin necha daqiqa farzandingiz dam olish kerak? 5, 10, 15 daqiqa. Uni ham sozlab qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Qo'shimchasiga maxsus ilovalarni ham ishlatishga bo'tqa qo'yib qo'yishingiz mumkin. Farzandingiz aynan qaysi ilovalarni ishlata oladi? Faqat mana shularni qo'yib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Hamda oxirgisi upravlение kontentim. Farzandingiz uchun kerakli video yoki fotolarni belgilab qo'yasiz, faqatgina o'shalarni ko'ra oladi. Misol uchun darsliklarni, sanash sanoq sistemasini hamda rus tilini o'rganishni faqat o'shalarni galereyadagilarni ko'rishi mumkin bo'ladi. Bu yerda farzandingiz maroqli o'zini kunini o'tkazish uchun maxsus o'yinlar ham joylashtirilgan, ya'ni yosh bolalarga tegishli bo'lgan. Mana shu joyda misol uchun ko'rib olsangiz bo'ladi. Bu planshetlarni men sizga kichik bir obzor qilib berdim. Ana endi aynan mana shu planshetlar kimlar uchun va nima uchun Huawei planshetini xarid qilishimiz kerak? Dunyoda o'zi planshetni turi ko'p-ku. Birinchi o'rinda men to'g'risini aytadigan bo'lsam, planshet ko'p bo'lgani bilan mana shu matoviy покрытиеga ega bo'lgan planshetlar juda ham kam. Deyarli yo'q desa ham bo'ladi. Buni ishlatib ko'rish jarayonida shunchaki boshqacha hissiyotni his qilasiz. Ekrani kattaligi, ekranni juda ham zo'rligi, ekran nuri shunchaki yo'qotib yuborishi va ekrandagi ma'lumotlarni mazza qilib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Qo'shimchasiga bizga komplektda mana shunday klaviatura ham qo'shib berilgan bo'ladi. Agarda Google servis bo'yicha muammo bo'ladi deb o'ylaydigan bo'lsangiz, unaqa muammo hozircha yechilib bo'lgan. Aynan mana shu planshetda interyer dizaynerlar, grafik dizaynerlar, arxitektura bilan shug'ullanuvchilar bemalol xarid qilishi mumkin bo'ladi. Bunga qo'shimchasiga pensilni shunchaki xarid qilasiz. U pensillar ham texnologiyalari juda ham kuchli bo'ladi. O'sha mashhur Apple pensilga o'xshab turib, qalin bosish, yumshoq bosish hamma narsani tushunadigan bo'ladi. O'shaning uchun uni ham olib turib, bemalol dizayner ishlari bilan ham shug'ullanishingiz mumkin bo'ladi. Ofisni ishlash uchun ham juda ham qulay keladi, chunki klaviaturasi bor. Shunchaki tezda ochasiz, kerakli dokumentlarni to'g'rilaysiz, yuborib yuborishingiz mumkin bo'ladi. Huawei MatePad SE ga keladigan bo'lsak, buni ko'proq hamyonbop planshet qidirganlar, ko'proq Telegramda, ijtimoiy tarmoqda o'tiradiganlar, ko'proq kino ko'rmoqchi bo'lganlar yoki studentlarga maslahat beraman.
bemalol olib turib, kerakli PDF fayllarni o'qishga, o'rganishga, kitoblarni o'qishingiz mumkin bo'ladi. Chunki bunda ko'zni himoya qiluvchi kitob o'qish rejimi ham joylashtirilgan bo'ladi. Bemalol mana shunda fayllaringizni saqlab turib ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Yosh bolalarga sovg'a qilishga keladigan bo'lsak, albatta mana bu Huawei MatePad Kids ni maslahat beraman. Sababi birinchi o'rinda mana bu maxsus chexoli umuman planshetga zarar yetkazishga qo'ymaydi. Farzandingiz qo'ldan tushib ketsa ham. Ikkinchi o'rinda o'zini maxsus ilovasi, siz barcha kontentlarni o'zingiz nazorat qilasiz. Nima ko'ryapti, nima chizyapti, nima qilish kerak, barchasini mana shu planshetga o'zingiz rejalashtirib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Bitta qilib aytganda farzandingiz ham planshet nimaligini o'rganadi, ham texnologiya nimani o'rganadi, hamda o'qish, yozishlarni ham parallel ravishda o'rganib ketishi mumkin bo'ladi. Mana shu barcha planshetni siz Jobox do'konlarimizdan topa olasiz. Barchasi hamyonbop narxda, shunchaki kirib turib xarid qilsangiz bo'ldi. 24 oylik muddatli to'lov ham mavjud, bemalol bo'lib to'lashingiz mumkin bo'ladi. Hamda sovg'aga olsangiz farzandingiz yoki tanishlaringiz juda ham xursand bo'ladi. Xulosaga keladigan bo'lsak, bundan oldingi videomizda men sizlarga Huawei gadjetlarini obzor qilib berganim. To'g'risini aytganda juda ham sifatli, juda ham yoqimli, dizayn bo'yicha, texnologiya bo'yicha anchagina oldinlab ketgan. Bu safar esa men sizlarga planshetni obzor qilib berdim. To'g'risini aytganda eng yoqqan planshet mana shu bo'ldi. Xarid qilib, bemalol ishlatib ko'rganingizdan keyin qanchalik zo'rligini o'zingiz his qilasiz. Shuning uchun Huawei hozircha O'zbekiston bozorida zo'r qilib kirib kelyapti va zo'r texnologiyalari bilan bizani lol qoldirishni davom etyapti. Borib Huawei kompaniyasi ham O'zbekiston bozorida o'zini texnologiya va gadjetlari bilan juda ham katta brendga aylanishi aniq. Aniq bizga yoqadi, bizani segmentga to'g'ri keladigan mahsulotlar bilan bizani xursand qilyapti. Shuning uchun bemalol Huawei mahsulotlarini, gadjetlarini xarid qilavering. Barchasida kafolat mavjud bo'ladi va Joyboxdan ularni hamyonbop narxlarda aytganda topishingiz mumkin bo'ladi. Demak, planshet bo'yicha obzorimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agarda sizga yoqqan bo'lsa, like va podpiska bosishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha